Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Bugun 2025-yil 29-sentyabr, hafta kuniga dushanba. Bugun mana Andijon viloyat Shahrixonga 1,5 kvadrat chuvalchang tayyorlayapmiz. Mana yax joylarni, zich joylardan oldik. Bularni mana banan korobkalar to'ldirib qo'ydik. Endi bular hozir yorug'likdan qochadi. Shuning uchun hozir ichkariga pastga tushgandan keyin betidan 5 sm, 10 sm biagumuslarni olib tashab, mana bularga ham chuvalchang soldik. Bularniki ham mana ichkariga qarab qochyapti. Buni 5 sm olib tashab, bulardan yana qo'shimcha qilamiz. Iloji boricha zich holatda ketadi. Mana 3 ta banan korobkada chuvalchangni tayyorladik. Endi mana Shahrixonga qarab yo'l olamiz, xudo xolasa. Mana Shahrixonga olib keldik, vahimga. Mana 70 ga kirgan onaxon o'zi 25 gektar yeri bor ekan, 3 ta o'g'li bor ekan mana. Shularga yerlariga o'zi biagumus ishlab chiqarib, shularni somoqchi ekan. Mana 3 ta korobka, bir ham mana qo'shimchasi bilan joylari ama juda zo'r ekan. Haqiqatda joyni boplabdi mana. 20 metr uzuni, eni 5 metrga joylarni tayyorlab qo'yibdi mana. Mayli, hammamiz ham qilayotgan ishlarimizga Xudoyim barakasini bersin. Qani chuvalchanglarimizni ham ko'rib qo'yaylikchi ana. Barakasini bersin, juda zo'r ahvolda mana. Bari mana bular yo bor urug'lagan mana. Tuxumlari bilan mana. Mana shular tuxumlari mana. Ko'rinyaptimi mana? Buni qarang, juda zo'r. Juda ko'payib ketadi yaqinda bular, xudo xolasa. Ontardingmi? Aylantir. Tasha. Atot. Tasha, ashunda. Kemin ko'rib ol. Qani. Buniki ham mana. Mana tuxumlari bilan qani. Mana bular tuxumlar mana. Hozir rasa sezon ko'payadigan paytida bulardi. Xudo xolasa yaqinda juda ko'payib ketadi. Bari mana belida belbog'i borlar bular mana. Mana. Bunday qilay. Qanchadan o'ntariladi ham deyapti. Mana. Ustiga tashab qo'ysa, mana unga kepay qo'shilgan narsa. Mana ularni ham yomon. Chuvalchang bu barakali narsa bu chuvalchang. Xonadonlarimizga hammamizga ham barakasini bersin. Bizga ham mana chuvalchang boqqandan beri xonadonlarimizga ham baraka kirib, mashinalarni oldik, mana to'ylarni qilyapmiz, xudo xolasa. Hammamiz ham qilayotgan ishlarimizga Xudoyim barakasini bersin. Mehnatingiz rohat, umringizga, rizqingizga Xudo baraka bersin. Qaranglar, sog' bo'lsin. Bu boshlagan ishlaringiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Topganingiz to'y tomosha yaxshilik kunlarga nasib qilsin. Rahmat. Qayta Baytullohlarni ziyorat qilishga qodir g'ani boylardan bo'lib keting. Rahmat aytganingizga.